yangi trassani bo'yidan mana bu asfalt yo'lni bo'yidan 3 sotilik chekimiz chiqyapti. Aka-ukalar, assalomu alaykum. Alimov TV'ning podpischilari, yaxshi niyatda menga podpiskani bosgansizlar. Chiroyli lokatsiyalardan, bizga yoqadigan joylardan cheklar, uylar chiqib qolsa olaman deb men sizlarga hozir yana bitta mana shu asfalt yo'limizni yangi bosilgan trassamini bo'yidan 3 sotilik chekimiz topib qo'ydim aka-ukalar. Bir obzorini ko'ringlarchi, ma'qul kelsa egalari bilan gaplashib olamiz. Eslatib o'taman, bu chekimiz sotuvda o'rtada o'rtamchilar yo'q, olib sotarlar yo'q. Pryamoy egasini o'zi bilan qo'l berishib dogovor qilib olaveradigan joyimizdan chiqaryapman aka-ukalar. Xo'p, bu chekimizni ko'rsatishni boshladik. Mana bu akamiz so'rayap uyidan bo'lib sotyapti. Mana shu darvozada bu yoqda bitta uy bor ekan, mana shu uyni ham buzib turib, mana yerdan pashti 6 metrlik yo'limiz tushyapti. Mana shu 6 metrlik yo'l bilan kirgandan keyin ichkariga. Xo'p. Mana shu 6 metrlik yo'l bilan kirib kelamizda, bu yo'lga ham bemalol haligi uzumlaringizni ekib, mana shu joyga olasiz. Haligi darvozaxonani o'zini ham podvalli qilib, ikki etash qilib, xullas nima qilsangiz bo'laveradigan yaroqli joyimiz sotuvga chiqyapti-da. Agar yo'lini kichkina qilib 2,5 metrlik yo'l berganda, yo'lga hech narsa qilsa bo'lmas edi. Mana bu 6 metrlik yo'lga bemalol hamma yo'q qilsangiz bo'ladigan joyimiz sotuvga chiqyapti. Xo'p, aka-ukalar, chekni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri, общий razmeri 274 desetka bo'lyapti. 2 sotiga 74 desetka. Xo'p, mana bu hozirgi 6 metrlik yo'limiz chep turib, mana bu joygacha bo'lib qoladi. Mana ip tortib o'zi sizlarga ko'rinadigan qilib tayyor qilib qo'ygan. Bu yog'i mana uni qozig'imizni ko'rsatib qo'ying-da. Ana shu qoziqcha, bu yog'i mana bu qo'shnining duoligacha, narigi tarafida ham qoziqlar qoqib qo'ygan. Sizlarga ko'rsatib qo'yamiz hozir. Xo'p, bunaqasi где-то 15 metrga yaqin. Bunaqasiga где-то 15 metrga yaqin. Bu yog'i 10 metrdan oshiq bemalol bitta kotej solib yashasa bo'ladigan joyimiz sotuvga chiqyapti aka-ukalar. Mana shu qoziqdan boshlab to mana bu qo'shnining duoligacha bo'lib qolyapti. Mana shu joyga bemalol katta to'rtburchak qilib kotejingizni solib yashasangiz bo'ladigan mana shu chekimiz sotuvga chiqyapti. Xo'p, aka-ukalar, bu joyimizda suv, svet, Wi-Fi, xullas hech narsadan problemasi yo'q. Trassani ko'rib turibmiz, yangi asfalt bosilgan. Xo'p, aka-ukalar, bu chekimiz adresiga keladigan bo'lsak, adresimiz O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, Aravon rayonini M Sultonov ko'chasida o'qiladi. M Sultonov ko'chasini bilmaganlarga yana bir qator eslatib o'tamiz aka-ukalar. Samolyotning orqasidagi ko'cha bor-ku. Partsezda past tarafida, ya'ni tabashniy zavod bor edi. Ana shu tabashniy zavodlardan ozgina pastga tushganimizda aynan mana shu 239-uyimizdan bo'lib sotilyapti akalar. Buni bahosiga keladigan bo'lsak, bahosini 3 million so'm qo'yilyapti. Ozmos kami bor. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Ana shu nomerlarga telefon qilib, kam ko'zlarini gaplashib olamiz. Mana bu videoda aynan mana shu mahallalardan, ya'ni Parsezdan chek istab yurganlarga jo'natib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Podpiskani bosdingmi? Podpiskani bosmagan bo'lsa, aniq podpiska bilan laykni bosib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Rahmat.